Davlatimiz tomonidan yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga o'z bilimini oshirib, yangi ixtirolar qilishga shart-sharoit yaratishga alohida e'tibor qaratilgan. Navbatdagi reportajimiz qahramoni Rahmatjon O'rinboyev ham ana shunday iqtidorli ixtirochi yoshlardan. U haqda muxbirimiz Nargiza Bo'ronova batafsil to'xtaladi. Aslida qobiliyat, iqtidor har bir insonda bor. Faqat uni bolalikdan, yoshlikdan yuzaga chiqarish lozim. Ayni paytda Gurlan tumanidagi 5-son umumiy o'rta ta'lim maktabida tahsil olayotgan Rahmatjon O'rinboyev ham innovatsion g'oyalari va loyihalarini turli xil ko'rinishdagi buyum va qurilmalarga aylantirmoqda. Men shunday texnologiyadan, IT sohasidan ko'plab bajar yasayman. Bunga qiziqishim dastlab maktabda ko'rik tanlovda kelib chiqqan. Bunda bizga shunday texnologiyadan narsalar yasash shart buyurilgan edi. Biz shuni bajardik. Keyin shundan qiziqib ketdim va hozirda ekologiya zararsiz bo'lgan narsalarni yasab boshladim. Undan keyin kardondan mashina yasab boshladim. Undan so'ng plastiklarga o'tdim, temirlardan ham yasab ko'rdim. Bu narsalar o'rganishimda, yasashimda shu ustozlarim va uydagi ota-onam menga yordam berdi. Ammo bu kemalardan bir necha kun ketgan. Bir narsani men bir kunda ajrata olmayman. 3-4 kunlab kerak bo'ladi. Yordam so'rayman, uni yasashda mollar bo'ladi. Shular bilan kun uzoq ketishi mumkin. Shu bilan kechib ketadi. Unday muammolar juda ko'p bo'ladi. Lekin shularni yengib chiqqanman. Bundan tashqari juda ko'p narsalarim bor. Bularni tengdoshlarim ham o'rgansin, yasasin deb ijtimoiy tarmoqqa ham qo'ydim. Bu qiziqishlarimni yuzaga keltirishda maktab jamoasi va shu ustozlarimning o'rni katta. Ta'lim muassasasida o'tkazilgan maktab faxri tanlovi ham Rahmatjonga o'z qobiliyatini namoyish etish imkonini berdi. Bu muvaffaqiyatli ishtirok 7-sinf o'quvchisi uchun dastlabki yutuq bo'lgan. Qurilmalar nimadan va qanday yasalgani haqidagi ma'lumotni tengdoshlariga ham ulashib kelayotgan kichik qahramonimizning hali katta orzulari bor. Maktab faxri bo'lish uchun juda ko'plab narsalar yasab olib chiqaman. Ayni paytda tengdoshlarimiz bilan ko'plab narsalar yasayapmiz. Ekskavator, avtolift, liftning o'zi, keyin suv chiqaruvchi apparat, kuller, ekskavatorlar, mashinalar yasadik. Ularning chiroqlari yonadi, harakatga keladi. Bularni yasashga bizga Oybek ustozimiz darsda yoki darslardan so'ng to'garaklarda o'rgatadi. Men kelajakda shifokor bo'lmoqchiman. Hozir lekin bulardan tashlab ketmayman, yasashda davom ettiraman. Bola boshidan degan naqlning amaldagi isbotini bugun Rahmatjonning izlanishlarida ham ko'rish mumkin. Maktabda yaratilgan sharoit aslida u kabi o'nlab o'quvchilarning yosh ixtirochi bo'lishlariga zamin yaratgan.